ko'zingizni mana shunaqa qilib turib juda kuchli qattiq qichyapsizmi? Ogoh bo'ling, siz keratokonusga qadam-qadam yaqinlashyapsiz. Ya'ni ko'zning shoh pardasi yupqalashib, konussimon bo'lib, ko'z oldinga qarab, oldingi qismi siljib ketib, ko'zda o'sha keratokonus kasalligi kelib chiqishiga olib kelyapsiz. Men doktor Hikmatulloh ko'z nuri klinikasini refraksionniy jarrohiman va uzoq yillar davomida shu klinikada faoliyat yuritib kelmoqdaman. Endi siz bilan o'sha keratokonus kasalligi haqida gaplashamiz. Men sizga bejizga aytmadim, o'sha ko'zda qichishi bu ko'zni keratokonus kasalligiga olib kelyapti. Bu muntazam allergiyasi bor bo'lgan bemorlarda ayniqsa bu juda ko'p uchraydi. Biz bemorlarga odamlar ko'zingizni faqat mana bu joyini qiching deb necha marta aytamiz, lekin odamlar shu ustidan juda ko'p ezgan holatlarni ko'p kuzatamiz. Bu kasallik kelib chiqishiga asosiy sabablik bu birinchisi irsiy moyillik, ya'ni o'sha avlodida keratokonus kasalligi bor bo'lgan odamlarda. Ikkinchisi allergik holatlar, ya'ni organizmi nimagadir yoqmaydi. Ba'zi odamlarda bo'ladi, bolalarda allergik konjektivitlar, dermatitlar, ya'ni o'sha terilarda yoki shilla qavatlarda allergik holatlar, ba'zida bahorgi katar deyiladi. Bahorda kuzda qaytalanadigan allergiya bor, bolalarda ko'proq uchraydi. Bu o'shanaqa allergiya holatlarida ko'p kuzatiladi. Undan tashqari organizmda vitamin D3 kamligi hisobiga ham keratokonus kasallik kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari demak yana atipik dermatitlar, bu ham xuddi shunaqa ko'zdagi qichishishga olib keladi va sekin-sekinlik bilan shoh pardani yupqalashiga olib keladi. O'zidan o'zi shunchaki yoshlansa, ko'p odatlanib qolgan ko'z qichishlariga ham olib keladi bu narsa. Bu albatta keratokonus kasalligiga olib keladi va ko'zda shoh pardasi oldinga siljish hisobiga astigmatizm kundan kunga oshib ketadi va masalan o'tgan yili -2 astigmatizm bo'lgan bo'lsa, bu yilga -3 yoki -4 bo'lib, ba'zida -9, -10 gacha ham undan ham ziyod holatlarni ham kuzatamiz. Ya'ni bu ko'zoynak tushmaydi bunaqa holatlarda va bemor doimiy o'sha ko'zoynaksiz yaxshi ko'rmaydi, ko'zoynak taqsa ham maza qilib ko'ra olmaydi. Buni qanaqa belgilari bor deb aytamiz? Savol berishadi. Birinchi belgilardan biri bu demak sekin-sekinlik bilan ko'rish xiralashishi. Avval ko'rish 100%, sekin-sekin bolalarda o'sha uzoqni ko'rishni xiralashishi va sekin-sekin yaqinni ham ko'rishini xiralashishiga olib keladi. Va undan tashqari ko'zdagi ochkilarni tez o'zgartirish. Ya'ni 3 oy taqildi yo 2 oy taqildi, ochki yaxshi tushmay qoladi. Yana o'zgartirishga to'g'ri keladi. Undan tashqari demak bitta narsani ikkita ko'rish boshlanadi. Ba'zi bemorlar aytadi, men deydi, kechqurun ko'rishim xiralashib boshladi deydi. Kunduz kuni yaxshi, kechqurun seza boshladim deydi. Va astigmatizmini apparatlarda tekshirganda sekin-sekin ko'payganini ko'ramiz. O'zi odatda biz bemorlarga aytamiz, astigmatizm ko'paymaydi. Faqat sizda, ya'ni allergiya bo'lgan holatlarda, mana shunaqa ko'zingizda qichiyotgan paytingizda, demak keratokonus kasalligi hisobiga ko'zda o'sha astigmatizm oshadi. -3 silindrga bo'lsa, -4, 5, 6 bo'lib turib, sekin-sekinlik bilan ko'payishi kuzatiladi. O'shaning uchun azizlar, bolangiz yo tanishingiz, bilishingiz ko'zini shunaqa qichayotgan ko'rsangiz, agarki mana bu yerda bossa hech narsa qilmaydi, lekin ko'zda ichki qismini bossa, bu ayniqsa o'sha ko'z olmasini, oynasini bossa, bu ko'zni o'sha oynasini pachaqlanishiga olib keladi, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni masalan ko'z bo'lsa, shuni birinchi oynasi bor. Ya'ni ko'z bo'lsa, o'shani birinchi qavati oynasi bor. O'sha ko'zda oynasi, ya'ni soatda oynasi sekin-sekinlik bilan o'zini tonusini o'zgarib turib pachaq bo'ladi. Ya'ni ko'z nur sinishi uzayib ketadi, qiyinlashib ketadi va qarasangiz ko'z masalan mana bunday turgan bo'lsa, oyna keyin oldinga qarab cho'zila boshlaydi. Va bu o'sha keratokonus kasalligini o'shaga xarakterli bo'lgan holat hisoblanadi. Qanday buni diagnoz qo'yish mumkin? Bu diagnoz qo'yish og'ir holatlarda shundoq qarab turib ko'z doktori aniqlash mumkin. Ya'ni u 4-darajasida, boshlang'ich darajasida faqat o'sha ko'zdagi topografiya degan tekshirish bor. O'sha maxsus apparat. Buni ko'pchilik viloyatlarda bor. Faqat bu yo'q bo'lgan joylar Jizzaxda yo'q, Sirdaryoda yo'q bu.
Qolgan viloyatlarda menimcha hamma viloyatda bor, qolgan viloyatlarda bor. Bitta o'sha Jizzax bilan Sirdaryoda yo'q. Qolgan hamma viloyatlarda bor. Masalan, Qarshida bizda ko'z nuri klinikamizda bor. Farg'onada bor, pentakam qo'yganmiz. Toshkentda endi muammo yo'q. Samarqandda ham bor. Ya'ni o'sha kasallikda aniq tashxis qo'yishga bu keratotopograf kasalligi yaxshi yordam beradi. Endiki o'sha kasallikni bildik. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda sababni yo'qotish kerak. Ya'ni agar vitamin D3 kamlik bo'lsa, D3 ni ukollari bor, lichenlari bor, uni qilinadi. Lekin asosiy narsa allergiya hisobiga bo'lganligi uchun allergiyaga qarshi lichin olish kerak. Ya'ni masalan o'sha protiallergik dorilar bor, tomchilar, mazlar bor. Iloji boricha o'sha gormonlardan uzoq bo'lish kerak. Chunki gormonlar ko'z allergiyasini ketkazadi, yaxshilashtiradi, lekin yomon tomoni ko'zda ichki bosimni oshirib, steroidli glaukoma deyiladi. Shunaqangi gormonlik glaukoma kasalligini kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Eng asosiysi bu allergolog bilan maslahatlashish kerak va allergiyani davolash kerak. Ba'zi tumanlarda, ba'zi shaharlarda, ba'zi qishloqlarda ko'p uchrashini kuzatamiz allergik holatlarni. Ba'zida masalan biz Samarqandga borsak, Urgutdan ko'p keladi allergiya bilan masalan. Ba'zida Nuroboddan juda ko'p keladi allergiya bilan. Masalan Qarshiga borsak, Muborakdan juda ko'p keladi allergiya bilan. Kitobdan juda ko'p allergiya bilan keladi. Umuman olganda o'sha har bir viloyatda o'sha anosiga xos bo'lgan allergik tumanlar bor, allergik qishloqlar bor deb hisoblayman. Juda ko'p uchraydi. Местный o'sha joyda o'ziga qanaqadir nimadir o'sadiki, o'sha ko'p allergiya beradi. Ba'zida ular yoshligidan necha marta davolangan allergologlar har safar qaytaraveradi. Ularga men bemorlarga aytaman, siz joyiz almashtiring deyman. Bir 10 kun, 15 kunga qishloqda tursa shaharga, shaharda tursa qishloqqa borib turib yashashni tavsiya qilaman. Tanish-bilishlarniki borib, qani ko'ring qanday bo'ladi o'sha allergik sezon paytida. O'sha masalan bahorda bo'lyaptimi? O'sha bahorda yoki kuzda bo'lyaptimi? Kuzda o'sha paytlari boshqa joyga borib yashab turishni tavsiya qilaman. Lecheni bilan birga. Aytadi, men deydi, ba'zilar aytaman deydi, bordim, o'zgardi, umuman o'zgardi. Yoki ba'zilar aytaman, boshqa respublikaga, boshqa joyga biroz muddatga ko'chib ketdim-da deydi. Yaxshi bo'lib qaytdim deydi. Uyga kelsam qaytganimdan keyin yana boshlandi deydi. O'shaning uchun azizlar, asosiy o'sha allergolog bilan maslahatlashing. Eng sizga to'g'ri yo'l shu, chunki allergolog buni sababini topadi va buni lecheni qiladi. Ko'z doktor faqatgina buni simptomatik davolaydi. Ya'ni o'sha allergiyangizni davolaydi-yu, lekin asosiy sabab chiqishini bu allergologning o'zi davolaydi. Demak, birinchi o'rinda ko'zga o'sha ko'z doktori va allergolog bilan maslahatlashib, allergiyaga qarshi kurashish kerak. Ya'ni sababini yo'qotish kerak. Ikkinchi narsa, demak, keratokonusni darajasiga qarab, 1, 2, 3, 4 darajalari bor. Darajasiga qarab lecheni qilinadi. Bizda hozir masalan ko'z nuri klinikasida Farg'onada va Toshkentda cross-linking operatsiyasi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni o'sha ko'zni shoh pardasini maxsus ultrafiolet bilan, maxsus riboflavin bilan, vitamin bilan qotiriladi. 40 minut davomida o'sha shoh parda qotiriladi va undan keyin 1 oy 2 oylardan keyin o'sha linza taqishga o'tiladi yoki skleral linzalar taqishga o'tiladi yoki agar linza tushmasa unda oddiy ochki taqishga o'tiladi. Shoh parda qotib olgandan keyingina unga yoki gavhar qo'yiladi yoki lazer qilinadi, korreksiya maxsus usullari bor, o'shanga to'g'ri keladigan. Ko'pincha bunga o'sha gavharda olmasdan qo'shimcha gavharlarni qo'yilish muolajasini o'tkaziladi. Endiki agar sizda ota-onangizda keratokonus bo'lsa, demak siz buni erta aniqlashingiz kerak. Qanday aniqlanadi? Demak, o'sha topografiya qilib, sizda keratokonus kelib chiqish xavfi bo'lsa, o'shani davolash kerak. Agar xavfi bo'lmasa, yuraversangiz bo'ladi. Juda ko'pchilik keratokonusda orttirilgan bo'ladi. Ota-onasida, qarindoshlarida bo'lmasa ham o'sha bolalarda keratokonus kasallik kelib chiqqanini ko'rib turamiz. Bugun ham shunaqangi bemorlar keldi keratokonus kasalligi bilan. Ko'rib tekshirdik, operatsiyaga tayyorladik, ba'zilarini lecheni yozib berdik. Ba'zilarini masalan lazerli korreksiyani ham imенно o'sha cross-linking bilan birgalikda qilishi yo'lga qo'yilgan bizda. Ikkita operatsiyani bittada o'tkazish, lekin juda ko'pchilik holatlarda bir vaqtda emas, ya'ni alohida avval birinchi shoh parda qotirib olinadi va keyin lazerli korreksiya amaliyotini qilishga ruxsat beriladi. Bugun bitta qizni ko'rdim, bir ko'zda keratokonus kasalligi boshlangan.
Sekin so'radim, "Nima qilasiz? Qaysi privichka borsa shu ko'zim ko'p qichiyman" deydi. Keyin ko'rsatdim, "Mana qizil belgini ko'ryapsizmi?" dedim. "Bugun bo'lgan narsa. Bu narsa o'sha mana bu keratokonus kasalligini boshlanishi sizda." Bitta holatni ko'rdim va bunga lecheniya yozib berdim. 1 oydan keyin qayta ko'raman xudo xohlasa. Yana xuddi shunaqa holatda yana bir qizda ko'rdim. U qizda ham keratokonus kasalligi boshlangan. O'zi 2-daraja ko'rsatyapti va 2-darajani lecheniya qilish uchun demak o'sha cross-linking amaliyotini qilib shoh parda qotiriladi va endi operatsiya qilmasak bo'lmaydi. 1-darajasida oddiy dorilar bilan chiqib ketishimiz mumkin. O'shaning uchun qancha erta aniqlansa, shuncha mana bu shoh pardangizni saqlab qolish imkoniyati bo'ladi. Chunki baland astigmatizmda ochko qiyin. Bizda yaxshiyamki o'sha skleranli linza bor. Shu linza bilan korreksiya qilinadi. 1 yil, 1,5 yil linza taqqandan keyin o'sha ko'zga o'sha maxsus gavharlarni o'rnatib beramiz va keyin ko'zoynaksiz yaxshi ko'radigan bo'lasizlar. Shoh pardangizni asrang. Og'ir paytlarida nima qilsa bo'ladi bilasizmi? 3-darajada o'sha ICRS qo'yamiz, ya'ni o'sha maxsus kalcholar bor. Bitta, 2ta, 3tagacha ba'zida qo'yamiz. Undan ham og'ir 4-darajada. Bu juda o'sib ketib qolgan holatda o'zi majbur bo'lamizki, o'lgan odamni shoh pardasini ko'chirib o'tkazib, unga demak o'sha yangi donor shoh parda qo'yishga to'g'ri keladi. Bu albatta qiyin operatsiya va albatta iqtisodiy jihatdan ancha qimmat operatsiya va bu bemorlarda sog'lom odamni ko'zini bo'lmaydi baribir birovda o'lgan odamni shoh pardasini qo'ysangiz ham. Azizlar, o'zingizni asrang. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Keratokonus kasalligi bo'yicha bizda har bir klinikamizda ishlaymiz va doktorlarimiz diagnozlarni to'g'ri qo'yishadi. Erta aniqlash eng ko'p o'sha 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlarda uchraydigan keratokonuslar juda ko'p uchraydi. Agar sizda ham ko'zda astigmatizm bo'lsa, albatta topografiya qilib qo'ying, chunki keratokonus kasalligi balki sizda ham bordir. Bo'lmasa, albatta bu qalpog'izda osmonga oting. Chunki keratokonus kasalligi bu yaxshi kasallik emas, azizlar. Ko'z nuri klinikasi doktor Hikmatulloh siz uchun maxsus savollaringizga javob berdik. Sog' bo'ling, salomat.